kursini sizlar bilan o'rganishni boshlaymiz. HR management bu bilamiz, human resource, aynan inson resurslarni boshqarish degan ma'noni bildiradi. Aynan HR management nima uchun hozir aynan dolzarb sohaga aylandi deydigan bo'lsak, mana rivojlanib boryapti. Barcha sohalar rivojlanyapti va albatta xodimlarda ishga bo'lgan munosabatlari ham shakllanib, o'zgarib boryapti. Aynan xodimlarda ishga bo'lgan munosabati, umuman pul topishga bo'lgan yoki mehnat faoliyatiga bo'lgan va maqsadlariga bo'lgan harakatlari ham kundan kun o'zgarib, shakllanib, rivojlanib bormoqda. Demak, aynan mana shu xodimlarda, ya'ni mehnat resurslarini yaratib beruvchi kadrlarda harakatlari yoki harakatsizliklari bu HR management sohasini paydo bo'lishiga, ya'ni rivojlanishiga va aynan shu sohani dolzarbligiga, ya'ni yetishib chiqishiga sabab bo'ldi. HR management bu faqatgina xodimlarni boshqarish emas, bu mehnat resurslarini, aynan xodimlar bilangina emas, u kompaniyani bilan, daromadi bilan uni mehnat munosabatlarini bog'lab turuvchi yana bir boshqa ko'plik vazifasini ham bajaradi. Bu soha ayniqsa 10 kishidan yuqori bo'lgan kompaniyalarda, ya'ni xodimlar soni 10 kishidan yuqori bo'lgan kompaniyalarda o'zi HR managementga bo'lgan talab vujudga kelish o'zi boshlanadi. Chunki 10 kishidan yuqori ko'p bo'lgan xodimlardagi o'zgarishlar yana ham sezilarli ko'rinadi. Aynan 5 kishini boshqarishdan ko'ra 10 kishini boshqarish qiyinroq. 10 kishidan yuqori bo'lgan korxonalarda bu yana ham sezilarli o'zini namoyon qiladi. Aynan HR boshqaruvchilar, menejerlar ana shu o'zgarishlarni mo'tadillashtirish va mana shu o'zgarishlarga ularni moslashtirish rolini o'ynaydi. Bu HR managementni biz xudo xolasa o'rganamiz. Bunda HR managementni aynan maqsadlari, funksiyalari qanaqa bo'lishi, nimalar ustida ko'proq ishlash kerakligi va aynan kompaniyaga samara berish vazifalarini biz o'rganib chiqamiz. HR managementni joriy qilishdan maqsad ham kompaniya mehnat resurslarini taqsimlash, mehnat resurslaridan unumli foydalanish va xodimni ham rag'batlantirish va shu o'rinda kompaniya ham yuqori daromadga ega bo'lish. Borib kompaniyani faqatgina foydasiga ishlaydi bu HR managementni joriy qilish. Mana bu yerda HRM, ya'ni Human Resource Management deb ataladi. Aynan u nima degan savolga HRM bu inson resurslarini boshqarish. Bu tashkilot xodimlarini yollash, ishga olish, joylashtirish va boshqarish amaliyoti hisoblanadi. Demak, mana shu protseduralardan ya'ni HR menejerlari xodimlarni o'tkazishadi. Ya'ni ishga olish, e'lon berishdan boshlanadi, ishga olish, ishga joylashtirish, ya'ni moslashtirish va ishdan keyin yoki ish jarayonidagi boshqarish amaliyotlarini boshqaradi. Ya'ni o'rganib va adolatli boshqarish tizimini kompaniyada joriy qiladi. HR bo'limi tuzilishi, mana bu ko'rishimiz mumkin. HR bo'lim boshlig'i birinchi o'rinda va unga tobe bo'lgan mutaxassis, ya'ni HRlar, bular administrativ ishlar bo'yicha HR, operatsion boshqaruv ishlari bo'yicha HR va strategik ishlar bo'yicha HR lavozimlarini muvofiqlashtirib HR bo'lim boshlig'i boshqaradi. Endi biz har bittasiga bitta-bitta to'xtalsak. HR bo'lim boshlig'i bo'limga rahbarlik qiladi, jarayonlarni muvofiqlashtiradi, tashkiliy madaniyatni o'rnatadi, ya'ni kompaniyadagi umumiy madaniyatni o'rnatadi. Kompaniyaning strategik talablariga javob beradigan inson resurslar tizimlarini va jarayonlarni ishlab chiqadi.
ya'ni kompaniyani strategiyasiga mos keluvchi insoniy resurslar tizimini yaratadi va ishlab chiqadi. Yuqori rahbarlik lavozimlariga va ta'sischilarga yoki boshqa manfaatdor davlat organlariga va boshqa shaxslarga rahbariyatga hisobot berishdan iborat. Administrativ ishlar bo'yicha HR bo'lim boshlig'i yordamchisi bu asosan yozuvlar yuritish va saqlash bo'yicha, ya'ni arizalar, ishga qabul qilish, hujjatlashtirish, muvofiqlik harakatlari, aynan qonunchilikka rioya qilinishlari, qonunchilik reglamentdan chiqib ketmasligi va jarayonlarni nazorat qilish, aynan huquqiy nazorat qilish va xodimlarni ijro intizomlarini yuritish, ya'ni ularga oid o'zgarishlarni tatbiq qilib, o'zgarishlarni yuritib borish, aynan hujjatlashtirish desak ham bo'ladi. Strategik ishlar bo'yicha HR bu kompaniyaning missiyasi bilan xodimlar faoliyatini bog'lab turadi. HR qayerga ko'proq e'tibor berish kerakligi, HR rejalashtirish, HR tizimini shakllantirish va HR tizimini biznes rejalariga moslashtirish. Bu strategik ishlar bo'yicha HR bu deyarli xodimlar bilan ishlamaydi. Bu ko'proq kompaniyani strategiyasi bilan va kompaniyaning maqsadlari bilan va aynan xodimlar bu maqsadlarga qanday qilib adaptatsiya qilinishi va qanday qilib moslashtirilishi va kelajakdagi bo'sh ish o'rinlarini rejalashtirish yoki kelajakdagi kadrlarni jalb qilish bo'yicha tizimli ishlarni shakllantiradi. Va HR qayerga ko'proq e'tibor berish kerakligi va qanday qilib boshqarish kerakligi ustida ko'proq tadqiqot olib boradi. Demak, bu strategik ish bu ko'proq tadqiqot bilan bog'liq, ya'ni bir kishi faqat kompaniyani HR tizimini shakllantirish va xodimlarini mana shu tizimga moslashtirish ustida tadqiqot olib boradi va bu tadqiqot natijasida kompaniyadagi xodimlarni ishi samarali tashkil qilinadi. Hop, operativ bitta boshqaruv ishlari deyildi. Operativ bu asosan kompaniyani xodimlari bilan ishlash, yaqindan ishlash, ya'ni aynan HR sifatida xodimlar bilan muloqot qilish, xodimlarda kamchiligi, xodimlarda yuz berayotib turgan holatlar, ya'ni ishlab chiqarishdagi sodir bo'ladigan mehnat munosabatlariga oid operatsiyalar, ya'ni ularga oid bo'lgan turli muammolarni o'rganish va ularni bartaraf qilish bilan ko'proq ishlaydi. Aynan xodimlar bilan yelkama-yelka turib ishlab, xodimlarga ko'maklashuvchi HR lavozimi. Demak, mana shu 3 ta HR ni birlashtirib, bu HR bo'lim boshlig'i bo'limni boshqaradi. Endi kompaniya missiyasi qanday yoziladi? Ya'ni avvalambor HR tizimida bu kompaniya missiyasini to'laqonlik shakllantirib olish zarur. Bu birinchisi, bu qanday yoziladi deyilgan savolga javob: sizning kompaniyangiz nima uchun tashkil etilgan? Aynan kompaniyani aniq nima uchun tashkil etilganligi va u qayergacha borishi va nimani rejalashtirib turganligi. Siz bu ishni kim uchun qilasiz? Ya'ni mijozlaringiz kim? Ya'ni kompaniyani to'laqonlik mijozlari haqida, hamkorliklari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lgan bitta dastur, ya'ni missiya yaratilgan bo'lishi kerak. Siz qanday qiymat berasiz? Ya'ni faoliyatga, biznes faoliyatingizga qanday qiymat berasiz va u qiymatingiz necha yoki qanday va qanday u biznesingizni qadrlaysiz va uni darajasi qanday va uni albatta so'zlar bilan ifodalab berishingiz kerak. Bu biznesning orqasida qanday ishtiyoq yotadi? Aynan kompaniyaning missiyasi nimadan iborat va u nima uchun harakat qilyapti va uni orqasida nima yotibdi? Ya'ni nimani orqasidan kompaniya vujudga kelgan va shakllanib boryapti.
Ya'ni aynan kompaniyani o'zaklari haqida birinchi bo'lib missiyani yaratib olish zarur ekan. Endi aynan qadriyatlar va maqsadni o'z ichiga olishi mumkin. Bu missiya ishonarli, albatta, va erishish imkoni bo'lishi mumkin. Chunki ishonarli bo'lishi kerak, o'ta darajada to'qima ma'lumotlar bilan to'ldirilmagan bo'lishi kerak. Aynan hayotiy voqealarga va real hodisalardan kelib chiqqan bo'lishi kerak bu missiyani mazmuni va albatta erishish imkoniyati bo'lishi kerak. Ya'ni aynan real erishish imkoniyati bo'lgan missiya bo'lishi kerak. Ilhomlantiruvchi va kompaniyani boshqalardan ajratib turadigan g'oyalarni aks ettirish kerak. Ya'ni aynan missiyada ilhomlantiruvchi bo'lishi kerak, aynan qaysidir jihati bilan insonga ta'sir o'tkazishi kerak. Va kompaniyani boshqalardan albatta ajratib turadigan bir tomoni, afzallik tomoni bo'lishi shart. Ya'ni aynan nima uchun bu kompaniyani men tanlashim kerak, bu yerda nima uchun men ishlashim kerak degan savolga u aniq javob olishi kerak. Ya'ni u sizni missiyangizdan ilhomlanib, yana ham mehnatga kirishi tez bo'lishi kerak va aynan raqobatchilaringizdan ustunlik jihatlaringiz ham g'oyalar bilan ifodalangan bo'lishi kerak. Aniq va sodda tilda foydalanish va 20 ta so'zdan oshirmaslik zarur missiyani. Ya'ni qisqa, lo'nda va ta'sirchan so'zlardan va jumlalardan iborat bo'lishi zarur. Endi missiyaning foydasiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'rinda missiyani foydasi bu brend ortida turgan sababni keltirib chiqaradi. Ya'ni brendni orqasida nima turibdi va u nima sabab brendni aynan sababni ham keltirib chiqaradi. Ya'ni brendingga ham katta yordam beradi. Biznesni boshqalardan ajratib turadigan omillarni aks ettiradi. Siz biznesda har doim baholashingizda boshqalardan ustun tomonlari bilan baholaysiz va aynan ulardan ustun bo'lishga harakat qilasiz bu missiyaga suyanib. Jamoa bir xil maqsadlarga intilishiga yordam beradi. Aynan bu missiyani mavjudligi jamoa hammasi birdamlikka oshadi. Ya'ni har bitta ishni qilishda, har bitta yig'ilishlarda yoki har bitta ish tutishlarda aynan missiyaga monand ish tutadi va ularni bir maqsadga yo'naltirish oson bo'ladi. Va ular bilan til topishish va birdamlik yana ham mustahkamlanadi. Kompaniya madaniyatining asosiy qismini tashkil etadi. Aynan madaniyatining asosiy qismi ko'proq missiyada mujassam bo'ladi. Chunki missiya bu qisqa, lo'nda berilgan bo'lgani uchun u kompaniya madaniyatiga ham ta'sir o'tkazadi va kompaniya madaniyatining bir qismini ham tashkil qiladi. Xodimlarga qilayotgan ishining qiymatini va u qilayotgan ishini tushunishga yordam beradi. Ya'ni kompaniya xodimi nima uchun bu yerga kelganligi yoki bu kompaniyada nima uchun ishlab turganligi va ishlash natijasida nimalarga erishish mumkinligini ko'rsatadi. Ya'ni kompaniyaning missiyasi shunaqangi dolzarbki, bu qisqa kompaniyani nomoddiy formulasi desangiz bo'ladi. Qisqa, lo'nda, nomoddiy formula. Misol uchun Yaponiya kompaniyalarining missiyalarini misol keltiradigan bo'lsak, Yaponiya kompaniyalarida ko'proq kompaniyani ishchilariga ilhomlantirish uchun kompaniya missiyalari vaqti bilan bu turlicha ko'rinishda, turlicha shaklda va vaqti bilan eslatib va har xil video roliklar orqali missiyani eslatib turishadi. Ya'ni misol uchun metallurgiya, ya'ni og'ir sanoat bilan ishlovchi kompaniyalarda ishlovchi xodimlar, ya'ni ishlab chiqarish bo'limida ishlovchi xodimlarga kuchli rag'bat berish uchun, ya'ni ma'naviy rag'bat berish uchun o'sha ish joyida katta ekranlarda, monitorlarda videorolik shaklida kompaniya missiyasi ko'rsatib boriladi. Ya'ni u missiyada shunaqaki, siz yaratyapti turgan metallar, ya'ni temirlar mamlakatni rivojlanishi uchun mamlakatdagi ko'priklar, avtomobillar, qurilish, ya'ni dunyo shu Yaponiyani binolar qurilishi uchun ishlatilayotib turilganligi va siz mamlakatga, Yaponiya davlatiga katta hissa qo'shayotib turganligingizni ifodalash uchun ular video rolik shaklida xodimlarga taqdim qilib turishadi.
buni ko'rgan xodimlar yanayam ishlariga qattiq jiddiy kirishib, demak, mani mehnatim bu davlatim uchun, shahrim uchun, millatim uchun va aynan Yaponiya xalqi uchun xizmat qilyapti, ya'ni zarur bo'lib turganligini qalban his qilib, u yana ham ular mehnat qilishda qattiq jonbozlik ko'rsatishadi va shu orqali ular missiyani shu orqali yetkazishadi. Har xil usullar, har xil turlar va har xil ko'rinishlar orqali. Demak, bu missiya ham xodimlarni bitta maqsadga yo'naltiruvchi va o'sha maqsaddan rag'batlanish hissini uyg'otishga yordam berar ekan. Oliy maqsad. Oliy maqsad albatta kompaniyada bo'lishi kerak. Birinchi oliy maqsad bu Allohning roziligini topish. Albatta, eng kuchli maqsad ham eng asl va eng yuqori maqsadlardan kelib chiqqan bo'lishi kerak va mana shu Allohning roziligini topish maqsadidan ustun bo'lmaslik kerak va mana shu maqsadni ostida joylashgan bo'lishi kerak boshqa maqsad va mana shu maqsadlarga, ya'ni Allohning roziligini topish maqsadlariga nima qilish kerak? Bog'lash kerak boshqa maqsadlarni ham va barchasini Alloh uchun bajarish. Ya'ni Alloh uchun mehnat qilish, Alloh uchun kimgadir yaxshilik qilish, Alloh uchun tadbirkorlik qilish va hamma narsani, hamma yaxshi ezgulik ishlarni faqat Alloh uchun bajarish. Aynan mana shu maqsadda ishlarni olib borish va mana shu maqsadda xodimlarga ta'sir o'tkazish ham ularga judayam qalban yaqinlikni paydo qiladi. Va oliy maqsadni aynan mana shu ikkita maqsadni ostida joylashish va mana shu ikkita maqsadga yaqinlashish va muvofiqlashtirish zarur bo'ladi. Bu oliy maqsadni kompaniya o'zini faoliyatidan kelib chiqib yana ham shakllantirish, yana ham mukammallashish va so'zlar bilan ifodalashi mumkin. Keyingi HR tizimida bu niyatning muhimligi. Har bir ishda, kompaniyada, boshqaruvda bu niyatni albatta to'g'ri qilish bu HR xodimi uchun, HR menejer uchun eng katta birinchi qadam hisoblanadi. Albatta, amallar niyatlarga bog'liq. Albatta, inson nimaga niyat qilib o'sha amalni qilsa, o'sha narsaga erishadi. Yaxshilik niyat qilib amal qilsa, albatta yaxshilikka erishadi. Va boshqa maqsadlarni niyat qilib erishsa, misol uchun mol davlat, shon shuhrat va boshqa dunyoviy yoki boshqa uxroviy amallarni niyat qilib qilsa, albatta unga erishadi. Demak, albatta niyatlarni to'g'ri qilib olish zarur. To'g'ri niyatda qilingan dunyoviy ishlar ham ibodatdir. Aynan biz kun bo'yi tamomila bizni hayotimiz ibodatga aylanishini xohlasak, biz hamma ishimizni, niyatimizni to'g'ri qilib, Allohga bog'lab va xolis Alloh uchun qilib va mana shu qilyap turgan ishlarimizni Allohdan savob umidida qiladigan bo'lsak, bizni hamma dunyoviy ishlarimiz to'g'rilanib, tekislanib ketadi. Biz ortiqcha dunyoviy ishlarga chalg'ishimizni hojati qolmaydi. Demak, biz niyatimizni shunaqangi mukammal qilaylikki, biz ham savobni olaylik, ya'ni ham Allohning roziligini olaylik, ham dunyoviy samaradorlik, samaraga erishaylik va insonlarni ham muhabbatiga, ishonchiga loyiq darajaga ko'tarilaylik. Endi dunyoga mashhur kompaniyalarning albatta missiyalari berilgan. Google, LinkedIn, Tesla va TED kompaniyalari mana bitta qisqacha albatta missiyaga berilgan. Ya'ni Google aytyapti, dunyo ma'lumotlarini tartibga solish va uni hamma uchun ochiq va foydali qilish. Mana shu qisqa ma'noda o'zi bu odamga mana shu kompaniyani vazifasi nimaligi va u qaysi maqsadda ketyapti turganligi va nimaga erishishini qisqacha ikki qator so'z bilan ifodalab qo'yapti. LinkedIn kompaniyasi bu ish izlovchi va ish qidiruvchi va xodim qidiruvchi bu yirik vakansiya kompaniya. Buni boshqa naqalari ham, vazifalari ham bor. Bu kompaniya juda ham yirik, bu xalqaro ish berish va ish topish kompaniyasi desak ham bo'ladi. Bu aytyapti, dunyodagi mutaxassislarni yanada samarali va muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun birlashtirish. Ya'ni LinkedIn kompaniyasini ichida ishlovchilar bu har doim ilhomlanib turish uchun
judayam kuchli so'z, ya'ni dunyodagi mutaxassislarni muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun yordam berish deyilyapti. Ya'ni muvaffaqiyatga qaratilgan, ya'ni dunyo mutaxassislarini birlashtiruvchi tizimligini albatta ko'rishimiz mumkin. Tesla kompaniyasi bu dunyoni barqaror energiya o'tishini tezlashtirish, ya'ni barcha inson hayotidagi jabhalar bu energiya tizimi bilan uzviy bog'lanib ketishiga va inson atrof muhitga zarar past bo'luvchi bu energiya tizimidan foydalanishi kerak. Demak, Tesla'ning ham o'ziga yarasha missiyasi quyidagicha ekan. Demak, TED bu g'oyalarni tarqatish. Bu TED kompaniyasi shu g'oyalar bilan ishlaydi. Bu g'oyalar majmuasi ham deyishimiz mumkin. Demak, bu kompaniyalarni ham ko'rdik. Endi keyingisi Coca-Cola. Dunyoga, tanaga va onga yaxshilik baxsh etish, bizning brendlarimiz va harakatlarimiz orqali optimizm va baxtli lahzalarni ilhomlantirish, qiymat va ma'no yaratish. Ya'ni insonni dunyosiga ham, tanasiga ham, ongiga ham baxt ulash. Brendimizni eng yuqori darajaga olib chiqish. Ya'ni baxtli lahzalarda ilhomlantirish, ya'ni baxtiga sherik bo'lish va baxtli lahzalarda ularga yordam berish va hokazo. Demak, mana shu bo'yicha ular missiyani tuzib olgan ekan. Korzinka o'zimizni milliy kompaniya. Biz eng yaxshi milliy an'analarni saqlagan holda zamonaviy chakana savdo madaniyatini olib boramiz deydi. Ya'ni o'zimizni milliy qadriyatlarimiz, milliy urf-odatlarimizga sodiq qolgan holda savdo madaniyatini olib boramiz. Ya'ni savdodagi yuqori madaniyatni biz ko'rsatamiz demoqchi. Yaxshi xizmat, hamyonbop narxlar va sifatli mahsulotlar yetkazish orqali O'zbekiston fuqarolar turmush darajasini oshirish. Demak, mana shu so'zlar bilan ham o'sha Korzinka xodimlarini ilhomlantirish uchun ozgina bo'lsa ham samara beradi. Demak, hech narsani aytmagandan ko'ra, hech qanday missiya bo'lmagandan ko'ra, ozgina bo'lsa ham ilhomlantiruvchi missiya bo'lgani albatta yaxshi. McDonald's bu mijozlarimizning sevimli joyi va yeb ichish usuli bo'lishi kerak. Ya'ni mijozlarimiz ovqat deganda McDonald'sni eslashlari kerak va eng yaxshi joy bo'lishi kerak, eng tinch, eng qiziqarli va eng ehtirosli va albatta yeyishlarini har qanday usullar bilan, ya'ni yeb ichish ehtiyojlarini har qanday qulayliklar bilan yaratib berishimiz kerak. Ya'ni har qanday usullar bilan biz ularga yetkazib berishimiz kerak xizmatlarimizni demoqchi. Endi Beeline'ga ham to'xtalsak, bu biz odamlarga muloqotdan zavq olishlariga, vaqt va makonda o'zlarini erkin his qilishlariga yordam beramiz deb atalgan. Endi kompaniya strategiyasiga to'xtalsak, kompaniya strategiyasi bu raqobatbardoshlikda ustunlik, albatta bizning mahsulotlarimiz yanada innovatsion, sifat yuqori, bozordagi yanada samarali va tezroq kirish imkoniyatiga egamiz. Aynan strategiyada biz texnologik jihatdan yanada rivojlanganmiz. Bizning mahsulotimizning dizayni yanada ham yaxshilandi. Aynan kompaniyaning strategiyasi shunaqa bo'lishi kerakki, u har doim yuqoriga intiluvchanligini ifodalovchi hayot, ya'ni biznes yo'li bo'lishi kerak. Ya'ni biznes yo'li. Aynan rivojlanib boryapti turganligini ifodalab turuvchi biznes xarita. Ya'ni xodim kompaniyaga kirib borganda, u rivojlanib turganligini ifodalovchi xarita, ya'ni yo'l ko'rsatuvchi mayoq bo'lishi kerak. Va u mayoqda albatta rivojlanish uchun shart bo'lgan jabhalarni o'zida ifodalab va ularga yuqori urg'u berib va o'sha kompaniyani o'sha strategiyasida yanada ildamroq qadam tashlashi uchun ko'rsatib turuvchi yuqori imkoniyatlarni ifodalovchi majmua bo'lishi kerak. Demak, aynan mana shu majmua bu xodimni kompaniyaning ertasiga bo'lgan
tasavvurni yana ham mukammallashtiradi va xotirjam qiladi. Ya'ni man o'suvchi kompaniyaga kirdimmi yoki yo'qmi? U kompaniya doim o'sib boryaptimi? Ya'ni xodimlar bilan ishlash bo'ladimi? Savdo bo'yicha bo'ladimi? Brend bo'yicha bo'ladimi? Mavqe bo'yicha bo'ladimi? Bozordagi ulushi bo'yicha bo'ladimi yoki bozordagi o'rni bo'yicha bo'ladimi? Ya'ni hurmat, ishonch bo'yicha bo'ladimi? Va u kompaniyani xodimi ertadan keyin u o'suvchan xodim bo'ladimi? Ya'ni u bitta joyda ishlab o'sha joydan pensiyaga chiqib ketadigan odam bo'lmaydimi? Ya'ni kompaniyani xodimi ertangi bo'lgan umidini ifodalovchi, ya'ni umidlarini ro'yobga chiqaruvchi strategiya shakllangan bo'lishi kerak. Aynan bu strategiyada boshqa kompaniyalardan ustunlik jihatlari, raqobatda ustunlik jihatlari, innovatsiyada ustunlik jihatlari, sifatda ustunlik jihatlari va kompaniya mana shu sifatlarni yana ham ildamlab ketishini ifodalab turuvchi strategiya bo'lishi zarur ekan. Bu xodimlarni ertangi kundan bo'lgan umidlarini ro'yobga chiqarishiga va xotirjamligiga olib keladi. Ya'ni man kompaniyaga kirdim, u kompaniya o'syapti. Demak man ham o'saman degan tushunchada qolish kerak. Ya'ni har kuni ishga kelib, ishni bajarib ketib, ertangi kunidan bir mavhum bo'lgan holatlarni xodim o'ylamaslik kerak. Aynan optimizm, ya'ni ertangi kunga bo'lgan umid va ishonchi shakllangan bo'lishi kerak va uni shakllantiruvchi strategiya albatta kompaniyada mavjud bo'lishi zarur.